Minecraftda endi siz haqiqiy hayotda yangilik tutsangiz bo'ladi, faqat oddiygina mod bilan. Aytgandek, bu modni mening Telegram kanalimga yuklab olsangiz bo'ladi. Telegram kanalimning manzili shunchaki Telegramga dirov joyiga shuni yozasiz va mening kanalim chiqib keladi. Shu kanalim meniki, albatta o'tib obuna bo'ling. Shu modni ham tashlab qo'yaman. Bo'lmasam obzorni ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi bor sizga juda ham chiroyli mebellarni qo'shadi, lekin oz. Birinchi bor mana shunday tovuqni ham qo'shadi. Bu pishgan grill yoki pishmaganini bilmadim. Ozgina mod qotishi mumkin, sal slabi telefonlarga qotadi. Mana shunday ikkinchisi sizga shunday chiroyli bir stulchani qo'shadi, unda o'tirsangiz ham bo'ladi. Uchinchisi esa oddiygina bezatilgan chiroyligina yulduz emas, stol. Mana ko'ryapsizlar, qantlar bilan bezatilgan. Qoch, men bu yerda video olyapman, nima bu yerga aralashyapsan, men bu yerga video olyapman. Asabimiz. Hop. Yana keldingmi? Yana keldingmi? Qoch, men bu yerga video olyapman. Senga hammasi dabdal olib ketadi. Hop. Bo'lmasam hammaydi, o'sha kelaversin. Bo'lmasam ochib xullas mana bu shunday bezakni qo'shadi, ikkita bezak. O'zinglar modni to'liq obzorini qilmayman, chunki o'zinglar ko'rib olasizlar. Shu modni o'rnatib turib juda ham sizlarga yoqadi. Bu juda zo'r mod. Mana kichkina shirinli uycha. Mana bu teskari daraxtni shuni uycha bilan nimaligini. Eng qizig'i bunga yuradigan haqiqiy eng zo'r chang'ilarni ham qo'shadi va mana shunday sharikni ham qo'shadi. Bular bezak sifatida qo'shiladi. O'yinchoq va sovg'acha. Bu sovg'achani ichiga sizlar xohlagan narsalar solsanglar ham bo'ladi. Bu juda ham ajoyib. Va do'stlar, mana 3 ta chang'i, biz shu chang'ilarni oxirida ko'rsatamiz va keyingi narsamiz mana shunday kattagina archon qo'shadi. Buning ichiga yashirinsalar ham bo'ladi va bu shunaqa qandaydir svet lampochkaga o'xshash. Bu esa kattagina stol, lekin bunga bir kishi sig'adi adashmasam. Bu esa soat. Har bittasini yo'qotish uchun ustiga bosasizlar va eng zo'r joyi do'stlar mana shunday chang'ilarni qo'shadi. Sizlar unda minsangiz ham bo'ladi. Vau do'stlar, prosta bomba bu. Bu bomba modda do'stlar juda ham mazza. Buni yuklab olish uchun mening Telegram kanalimga o'tasizlar. Modni tashlab qo'ygan bo'laman. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Hammaga xayr, sizlarni o'zim